Mana Rasulchek qaytdi. Şaşlık tayyor bo'lyapti ukam. Bosyapsiz bu yerda. Молодец. Mana shu ukam o'sha obyektning eng katta ustalaridan Abusovchik. Nima ish qildi deb o'ylaysiz endi mana shu ustani? Mana ko'rsatgan nima ish qilgan, bugun yakunini qilyapti mana. Mana shu yigitlar Valla obyektni mana lisalarigacha so'tib ishlarini terib bo'ldik mana. Tarnovlarni qo'ydik. Farmon usta, Ulug'bek usta, Rasulbek usta, Kamine Kantarin deydi. Ulug'bek bay ketaman deyapti. Boshqa obyektga bugun bir shashlik qilyapmiz mana. Mana bu yerga kelganimizga ham 32 kun bo'pti. Mana Rasul qattiq mehnat qilib ishlagandan keyin uka odam o'zi uchun yashashni ham bilish kerak, ha? Nasib bo'lsa bugun mana madaniy hordiq chiqarsak, nasib bo'lsa keyin bir kunda mana cho'ntaga 5000 ta'liklardan olsak, ha? Ajoyib bo'ladi-da. Mana bu yoqda ham hali yana bir bosasizlar qo. Молодец.